İlahi tecelli kılgan bir muhitni berpa qilish orqali dunyo va oxiratning baxtlarga erishimiz lozim demoqchi. Cihat bilan niyet bor ekan, undaqda cihatdan oldin tayyorlik bo'lgan hijrat ham mavjuddir demak. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Rahim, assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yangi bir qatimda ochiq suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun alohida Adil Abdulg'afur akimiz bilan o'tkazib kelayotgan bu Xitoy turmasidagi vahshiyliklar, bu yerdagi zulmlarni anlatib kelayotgan programmamizning 5-qismini davomlashtiramiz. Yana qimmatli vaqtini chiqarib kelgan hurmatli Adil Abdulg'afur akimizga ko'p rahmat aytamiz. Rahmat qilsin. Qadrli qarindoshlar, biz o'tgan qatimliq programmamizda yana shu Xitoy turmusidagi zulmlarni so'zlab kelayotgan. Bugun shu siyosiy mahbuslar deb tutilgan shu qarindoshlarga Xitoylar har xil shaklda uni turlarga ayirib jazo yurgizganligi, boshda yangi tutilib kirgan vaqtlarda masalan har xil turga uni shaxsga qarab turib muomala qilganligini biroz shuni beshiga kirgan to'q, shuni davomlashtirsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi buni davom etishimizda hamda yana shu keng musulmon qarindoshlarimiz shundaqla shu Turkiston turmusi shundaq Turkistondagi Xitoyninki Turkiston musulmonlari ustidan yurgizayotgan tarixdan berki, bugungi shu zulmlarning nereden nergacha buni bilish, tushunish, bilib yetish va shu orqali Xitoyga bo'lgan Allohning bu düşmanı bo'lgan bu tağut kafir bo'lgan o'zimizningki qarshilik va o'chmanlik bular bo'lgan bular bilan dushmanlashish bizning birdan bir bugungi iymoniy majburiyatimiz deb qarayman. Men islom shunday qaraydi. Demak, endi shuning uchun Turkistondagi shundaqla bulab Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lish ham istiqbo har bir musulmon qarindoshimiz bu masalaga cho'qim bilib yetish kerak bu turmushlik ahvollarni. Demak, endi turmuning ishida yangi kelganlarni hamda 6 oyda 3 oygacha bir xil boshqarish usuli oldin uni mayli muddatsiz kesilsin, mayli 15-20 yillik va 5-6 yillik kesilsin, uni cho'qim 3 xil o'rin bo'lingan uning birsiga opirishi va turmudan chiqadigan vaqtda uni qayta sistemlik 3 oydan 5-6 oygacha uni tarbiyalab chiqarish bir usuli bor. Endi biz oldingi bir qismida degan hamda yataqda o'zaro nazorat guruhi deb 3 odamni ya 4 odamni o'taqizib qo'yib, hamda bir-biriga chiqimchilik qiladigan, cho'qim bir-birini ya undaq mandaq deb chiqib Xitoyninki shu turmi tartib intizomlari turmining shu nizam nomlari xilop ishdan birini qilib qolsa, qishimizdagi sherikimiz ya shu turmi deshimiz ya birli qishimizdagi birli o'tirib qolgan bir qarindoshimiz shuni birini qilib qolsa, biz uni darhol anglagandan keyin Xitoyga chaqmasak, u xatolikni o'tkazgichi, bu xatolikni sodir qilg'ichiga nisbatan shuni ko'rib uni pash qilmagan odamning tig'im og'ir zulm uchraydigandek bir haqiqiy ahvolda deb o'tganim. Xo'sh. Ham demak, buni o'tgandan nima u ashna deb o'tib ketgan. Endi bu buni sistemli hamda kan qarindoshlarimizning hozir jamiyatda Xitoy turmusiga bu zulmlarga bo'lganligi bilish va tushunish, qiziqish va buni cho'qim bilish tegishli bir anglashimiz zarur deb qarayotgan bu masalaga diqqat qilayotganini aytib ko'p jamiyatdan to'raldida. Shu qarindoshlarimiz Xitoyning turmusida hamda millionlarcha qarindoshlarimiz sulaqliq hamda shu Turkistonning shimoli va janubi Tangir tog'larining har qaysi etaklariga nurg'un turmalar ta'sis qilingan. Mening bilishimcha 30 necha yerda eng cho'ng turma bor Xitoyda shu Turkiston diyorida. 30 necha yerdagi har turmalar qamalgan, masalan, eng cho'ngi yakin o'zgartish maydoni, andiza emgakli o'zgartish maydoni, ikkinchisi andiza demak tarim
Ürümçi degендек мыйда орынларда азыр яңадан Кумулга яна Гулжы районларга яна тәсиқ кылып турыпты. Мüşәдәге миллионлыгын сиясий мәхбус кырындашларыбыздың va o'zining ba'zi tarbiyasiz, aqlsizlik, axloqsizlikdan ba'zi ijtimoiy qilmishlarni sodir qilib kelib qolgan qarindoshlarimizning hammasi biz Uyg'ur xalqining, Uyg'ur musulmonlarining pushtilarimiz va bizning bir qismimiz, bizning ustozlarimiz, balchaqalarimiz bizningki bir aqrabolarimiz. Shuning uchun mushu har bir turmada yetayotgan millionlarcha qarindoshlarimizning yurtlarda balchaq ota-onalari, uning xulim qo'yin oila tavobatlari qarindoshlarini jiqamdi. Bu turmudagi qarindoshlarga qayg'urayotgan, bularning qutulishi, turmudan chiqishi, umid kutayotgan har qaysi turmularning ishkilarini oldida shu balam yoki o'g'lim, onam, dadam deb yig'lab, shu balchaqalari, shu qir bobaylar, momaylar, ayollar, erlar, uşaq balalarningki turmun darvozalarining oldida minglagan, milligan kishilar yig'lab turgan holatlari ilmi ham ko'z oldida mavjud endi. Demak, buning butun Turkiston xalqi, butun Turkiston o'g'lonlari, butun Turkistondagi hozirgi dunyoning har qaysilari joylarda jihad va hijrat istakları bilan yurayotgan butun Turkiston musulmonlari buning alohida ko'ngil bilish kerak, buni jiddiy qarash kerak bu masalaga. Chunki bizni qutqazmasak bo'lmaydigan masala. Demak, endi shuning uchun endi bu Xitoy shunda qaraydiki, endi bu abiyan deb aytdik, turmaga qamalgan bu qarindoshlarimiz, ustozlarimizning to'lisi endi o'zida hech bo'lmasa 30-40%ni abiyan deb aytgandek, ilgirki programmada deyishgandek, alohida bir yuqori mayli islomiy jihatdan mayli har qaysi tabiiy va ijtimoiy fan sohasida favqulodda zo'r ilm sohasida natija qozongan ustozlar. Hamda Xitoy buni ziyolilar, mayli diniy ziyolilar va fanniy ziyolilar. Bular turmudan chiqqandan keyin mush ummatning Xitoyga qarshi mujodalasidan yetakchilik va rahbarlik qilib, hamda Xitoyga qarshi mushu buyum mushu ishlarimizda hamda bir ummatning mustaqil ozodligi va shu zamonda bir Qur'oni Karim va shariat sohasi ostida bir islom xilofat bir hokimiyatning maydon qilishini alohida cho'ng to'p qo'shma da'vatgan, tizbikmay, shunday tinimsiz harakatlanayotgan fikriy jihatdan hamma jihatdan shunday o'ylanib, shunday ish qilayotgan qarindoshlar chiqamdi. Lekin Xitoy buni endi kelgusida mush odamlarni qo'yib turib chiqmasan, bir tipik misoli bizning Kuchadagi Karim Qorim ustozimiz hamda mana 20 yillarda o'sha hozir yetib o'tadi Xitoyning turmasida. Misol, ham shu bu kishilarni qo'yib yetib qolsak, bular Uyg'urlarning jamiyatida favqulodda zo'r ta'sir kuchga ega va qo'llashga erish nisbatan intayin zo'r bo'lgan kishilar bularni qo'yib bersak, cho'qim biz jamiyatda zo'r bir bo'lginchilik, zo'r bir ma'lumot paydo bo'ladi deb Xitoy bunga alohida diqqat qilib tutib turibdi hamda. Bu qarindoshlarimizning turmimizdan chiqishi Xitoy uchun zo'r bir fojia. Endi buning Xitoy masalan qilgan, masalan Karim Qorimga 5 yilga har yilda qo'yib birdigan vaqt 5 kichkina yo'qlashni bani qilib 5 yil, 10 yil qo'shib qo'yib chiqamayapti. Shuningdek bu ustozlarimizningki, bu buyuklarimizding turmudan chiqishiga vaqt to'shqan bo'lsa, kichkina yo'qlashni bani qilib, ya sen men alayding, ya ani qilding, ya buni qilding, ya ishni yaxshi qilmading, ya bizga bo'ysunmading, ya degandek yo'qolgan bir bahonani atib bo'lganlik yilni uzartib mudas qamoqda. Bu qat'iy turm demak, gapning qisqasi buning turmudan qat'iy chiqamaslik bo'ladi. Chiqib ketgandan keyin endi Uyg'ur jamiyatida bu zo'r rol o'ynab, endi jamiyatda bir cho'ng Uyg'urlar bilan Xitoyning o'ti bo'linish, bu zamonda bir ayrimi Uyg'ur davlatining va Uyg'ur islomiyatining bir bosh ko'tarishiga sabab bo'lgan bir cho'ng fojia kelib chiqadi deb Xitoy bilan asirlik endi. Shuning bilan chiqolmaydi. Shuning uchun endi mushkildagi qarindoshlarimizni Xitoy alohida mahkamdan tutib bilib buni endi turga ayirib boshqaruqlik bo'ladi. Shunga avval Xitoy turmiga har bir mahbus, bularmi siyosiy mahbus tutilib, elib kelinib tunji qadam kirgan vaqt aban deyishgandek 3 oydan 6 oygacha alohida bir boshqarish. 3 oydan 6 oygacha bu yengagan bu mahbusningki uning bilim qurilmasini, aqidasini, uning dunyo va vaziyatga bo'lgan tarix shu Xitoyning hokimiyatiga bo'lgan, Uyg'urlarga bo'lgan, din islomga bo'lgan ko'z qarashidan keyin bular e'tiqod, aqida, siyosiy maydonlarni buni sinaydi. Shu orqali bularni shu orqali 3 oydan 4 oygacha bo'lib olib, endi bularni jamiyatdan ko'rsatib degandek, masalan, har bir siyosiy mahbus turmuq olib kelingandan keyin shu vatanning har qaysi junub va shimol rayonlaridagi yerlik saqchi o'rinlari va taftish sot o'rinlarining qo'lidan keldi emasmi? Shu taftish yerlik o'rinlarga bu jamiyatga bo'lgan ta'siri
Halkning qo'llash nisbati, buningki obraz va o'rni, hurmati, shon shuhrati nereden nergacha. Shunday sistemni tadqiq qilgan Xitoy buni. Ekilib, yerlik berib tashib ekilib qilib ashundaq buni bu xildagi kishilarni ayrim qilmaydi. Demak, bularga ayrim bir tarbiyalash, boshqarish, bularni kontrol qilib tutib turish alayda bir xil sistemalari. Degandek endi başta amda ashundaq 3 aydan 6 oygacha tutib turish jarayoni bo'ladi. Qattiq boshqarish ateti deymiz. Bu yerda yan kirgan kundan tortib, uni butun kiyim-kechaklardan tortib, hammasi yotgan ko'pchilik tortib elinib, shu put qo'llar kishilanib, shu 6 oydan 3 aydan 6 oygacha turdi endi. Shu oraliqda endi degandek bularning jamiyat o'rni va bularning qo'ldan keladigan masalan tibbiy jihatdan, fizik, kimyo jihatdan, ya boshqa bunday ijtimoiy fan o'chi-bo'chi nurg'un taraflardan bular alohida iqtidorlari bor bo'lib qoladi. Unda odamlar bo'lib qolib, ba'zi bunday bunday narsalarni topsam-da, yoki bunday bir narsa yasab qo'yganda o'tirib bo'ladi. Ba'zi narsalar yoki portlash iqtidoriga ega, yoki unday ya bunday degan narsalar, yoki qo'li bilan echib o'tadigan odatda bir to'mirlik turminiki mahkam yo'g'on tömürde yasalgan işkilik ramları ne? Deriz keçekten tömürlerini samsakla yumuşak izip latodan bağlap koysa işkin üzüzüge olun bir şeyden içinde. Samsak mı? Hem de aşında kalıqı. Adette bir dal bir konu işten ya bir müşna malıqı kimyevi tokulgan bir kiyimini soğuçulap ekilip bir derizini ya bir tömürünü bağlasa aşıp es şapan bilen bir tömürünü üzüydüdügan ya derizin munda muş son qoldaki tömürünü uyamdan kıyıdügan mandaq texnikili oldu ki balan için. Bunu akıl işlesem. Demek aşında kendi işlerine işliqi. Bu turumda edemin akılga yetmeydigan işler. Bir jengnide ya bir çiçoçkısının destiste ya bir tamak edigan çokut edemetdagini oldugan bunlar hünerler jıqken. Şu bunda adamlar kişiler bilen ügütüp koydu dep fevqulladı kişinin Allah subhanahu tutuqlıq bolar. Demek aşında 3 xil türge 3 aydan 6 aygacha bo'lgan bu tarbiyalashda anda bu adam qayaga loyiq, buni qanday boshqarish kerak degandek aşında alayda tadqiq qilib, har kishining o'zining uzun tadqiqot va tekshirishdan berib, buni bo'laylik endi. Buni belge vaqt turimi demdi, yana 4 rayon bor, buning hamda darajadan tashqari qattiq boshqarish rayoni. Qattiq boshqarish rayoni, odatli qattiq boshqarish rayoni, anda normal boshqarish rayoni, keng boshqarish rayoni. Bilaylik. Şoň bu ýerde hemde helqadek fevqullarda her xil kesplerde fevqullat iqtidary we talanty we kişilerini ayrım bilip algandan keyin anda zahliqi. Meyle özüniň iqtidary başga kesplerde emas, bu itiqadi jihatdan qattiq şu tevhid ve siyasi aqida jihatdan fevqullarda zor munda halqy. Aqidasi güçlük, gururluk, vicdanlyk baş egmeydigan qeyrindaşlarymyzga nisbeten Allah'ın derejeden taşqary qattiq başqaruş raýony bunun dalqy. Degandek şu futbollar bütün zincir kişen onun aldıganda bütün toluq 20 saat telekamera, göznek bunun qaraydigan adamlar bütün en Xitayga masaj edigan en yaxshi Xitay üçün en sadık yaxshi jasuslardan boluş gerek buna tamga girip turgan eş qıpırdık adamlar degandek. Bu naytil ustad nayt iqtidar boluş gerek jasuslarmı? O qeyrindaşlarymyzdan nurgullaryndan mesela Xitay hazırga kadar mende Adil Abdugopurda 95-ýyllarda tatıp paş olmagan nurgun kural yarakma dep qaraydy Xitay. Hazır bu sorap koydu texe. Eni maqsady nurgun kural qapdy kan, paş qamadan dep koydy. Demek şunu qoşajam da hazır şu türme gel. Endi fakat o Xitaynyň qoly tutulgan qeyrindaşlarymyzdan hemmesi o sorak mezgilde teptiş ve sotnyňki jihi orunlarynyňki soraklarda ilacı baş şu näsini demey, göşürüp qiliş imkan kadar tırış edemdi. Mesela qançalik zulüm fiskat nazar. Fakat güvaçı ve şahitler arkalık yüşürüp kalanmağanlarına amal bulmasa mı? Fakat özünün başka edem bilmeydiğen bu nesini çokum tutup geliş. Xitayga paşkama sesip ketip, yerde kümülüp, çirip kessin ki bunu qoldun vermeslikteki aşında bir iraden kirgendikin hem de Xitay birazcık nopozlu, golluk siyasi mahpuslarda hem de nurgun qaraydı bu, nurgun paş olmayan nesler var. Mesela 11. sentabr vaqa yüz bergen vaqtida 3000 dek adamni yig'ib katta bir yig'in açdı. Yig'in açqandan keyin Osama Şeyh Bin Laden ve Bin Laden perestlerge qarşı pipen yig'ini
İdivi jığın dep bir jığın orlaştırdı 2012-yili. 11-sentyabr vaqasi bergandan keyin. Bu jığında xotellik şu Ürümçidagi Ali Universitetini bitkazgan adabiyot fakultetida o'qigan bir zabandiraz bir siyosiy mavzu o'tirg'a chiqib, bu rasmiy o'zining to'g'riligini ifodalab deydi bu. Barliq to'mpaligi o'zgarish jazo o'tigichi taqdirdashlar deb ataymiz yani yoki o'zgarishdoshlar. Hargiz qarindosh yoki Uyg'urim yoki millatim ya hurmatli jamoat degan gapni qo'llanib qolsak, odatda uy xat yozsak ya birbirimizga assalomu alaykumni diyemey o'tdik 15 yillardan beri. Uyga yozgan oilamiz, xotin balchag'imiz, ustozlarga atana yozgan xatning beshiga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan edimni ko'rgan bek jiq. Faqat yaxshi mislar. Anada da bunda başlayışın demek. Demek şu yığında şu kishi so'zildiki, men 11-sentyabr vaqasi yuz berib, men Amerikadagi katta binani portlatishiga men nurg'un adam o'lib ketdi. Barliq o'zgarishlar bilinglarki, sizlar ilgari iqro qilmagan 10-15-8 yillar burun tutilgan vaqt iqro qilmay yo'shirib qolgan u yerda ko'maklik portlatish buyumlari, qurol yaraq yoki ba'zi yo'shirin Xitoyga hokimiyat qarshi bundaq ishlatadigan iqtisodiy manbalar bo'lsa, cho'qim pashqavetinglar keyin bo'lib qolib qolsa, chiqib qolgan tutilib ketishlar, aqchko'kchi yoki u yanglida bo'lib qolsa, u yanglar portlab ketadi degandek ta'sirli bir nutq so'zlasa, dasturib o'rindan mening yanimda majlik bo'lma ko'maklik, mening yan falan yerda qurol tiqiqlikda deb o'tirdim qo'pqa odamlar boshqa shu mezgilda. Endi ojiz narsa ekan. 8-10 yil yetib bo'lib endi. 8-10 yil yetib bo'lib yana Aşını bir evet zulümün eğer müşni bir dep versem şu öyle kalgan bombunu şu kural erakını dep versem benim bir koyu yutam ki dep aşın oturdum paşkı kalma. Hatta şu mezgilde derhal şu teşvikatının tesiri küçedin aşı ilk golcu vakasında ne çıktığını öldürüp çanım etip kaçıp gidip tutulmagan balla cemiyeti var ki. Onu bildiğinleri turmadı var ki. Turmadakiler palanı mançıktan öldürgen palanı yerde golcuda manda kıygan, örümcüde manda kıygan, mançıktan boğuzlagan, o tek tutulmadı baba. Ben bu şimdi paşkılay dedim, ben toğu kıldım. Dep kağızını götürüp çirip Xitay'nın ki aş turmunun başkırış kamatısına girip paşkıygan dekin o cemiyet ki berip şu 5-10 yılına keçigen kıyırındaşlarımızın tutup ekip Xitay etip etti çıkardı. La havle ve la kuvvete. Etip etti, helik içinde koyup beğenmezdi ya da turmana için. Helik paşkıygan kişi. İnsan mandaq narsa ekan endi. Şoňa men oylayman ki, endi şoňa Xitoy bu teşviqatda zo'r utuq erişigil ekanmi bu turibdi şu. Şoňa tarkib arıqlyk bulan. Endi buning haliqi nima üçin bulan haliqi eng ilg'or aqidelik olimlarni ayrim boshqurdi yoki mandaq haliq agishlarni ayrim boshqurdi, yetaklash iqtidoriga jamiyatni yetaklash va boshqurish, qo'zg'ash rolini o'ynaganlarni ayrim boshqurish ve aktif ägeç kişilerden ayrım başkuruş, pasif ägeç kişilerden ayrım başkuruş ve tasad çetip kalan ayrım başkuruş diye vaxtıda. Helik'i pasif ägeç kişi tasad çetilip kalgıcı, helik'dek normal ägeç kişilerden, helik'dek çok başlıkta helik'dek iktidarlık alimlerimizden mandak edemden birinin ten solap koysa gelip bu teşvik edip gep kılmay közü ölen, işaretleri ölen, hareketleri ölen hakkın terbiye yüzüge andak edem şu. Doğru. Şu anı Allah'tırmaklık hem de. Şu ondaklarına bu çokum bu etçiysek hem de. Biz müşahede de mesela bizden şu büyük ustazlarımızdan biraz kepka sazı üzeci ruhunu gidip şu dağım hem de. Üvedim şundak cemiyet nopozu boğan, nurgun edemin teşkilleyen kural yaraklık şundak kurallık bir hareketler yeteklik kıygan. Ya malum bir çoğun bir eser tarih binası yazıp Uygur cemiyeti bir şöhret kazangan ustazdaki adamlar ya kat ulemalı medrese turmak kirse körep hoşup gidemiz. Kirginin emez, onu köygünümüz için. Şunun kaşı tuğlamız için, onun turqın bizim terbiyemiz eken yani şu turqı. Şun Xitay bunu körüp kalmasa. Mesela bizden Abdügani Ahmet de bir 1994 yıl ülken dep ettik. Aksu turmada Şarkı Türkistan Allah Partisi'nin ki en mühim kurguçularından biri olan benim 3 adamdan birisimizden biz şu anda şu Abdügani şu adam 9 yıl tuğda şu bir egizligi 2 metre, kengligi 1 metre, to'g'risi 1 metre qilib yasalgan bir temir qafasning ichida. Bu adam inglizchaga, xenzochaga, yaponchaga, ruschaga shunda pishiq. Bu tilshunos. Juda qilqi 90 yillardan burun
90 yıllarda til altın açık bir kitap yazgan. Bu adam Hazır bağım yok. hazır bağ turmada. Menen şirken muddesi var kişi. Bu adam hazır şu nemege kalmaqlık bir yıl turmada. Bu adam şu Qashqar Ma'arif institutununki o'qituvchisi ilgari Tutulganda. tutilganda. Aşidem 9 yıl yatıda bir nemin aşidi. Bir metre koydu. Bir tömür qepezden aşidi. Onu Uygur nege yaqin keltirmeydi. Adam Xitoy bilanmi anlasam shu bir yil desa, men turmadi men odamchilik mendaq iroda bilan turib olamadim rassamda. Men odamni Xitoydagi ham ko'p milliy saqchilarmda yoki ma'lum milliy saqchi yoki ma'lum Xitoyning mendaq bilimlik, mendaq tarbiya emas, ilim egillarini hurmat qiladigan ba'zi mendaq azir ko'plar bir adamlar chiqib qoldi Xitoyning ichida. Odam mendaq favqulodda bir til shundas bir Uygur cemiyetinde bir alaylı edin boğaşık onun bazıları hürmet düşürdün. Bazı adamlar kıygan muamele kılmaklık. Ama tutup duruşmak mühim adamlar. Onun ağızdan çıkan gep Uygur'un Xitayga terbiyeli, karşıyla terbiyeleydiğin bir bomba takıtıdı bu, virüs takıtıdı bu. Dep, onu hiç kaçan Uygur ile küreştirmek dekem. Tümürü kıyfet onun nam verdiğin, su verdiğin, onun acil işleri rava, acil işlerini, turmuş işlerini bizler kıldığı adamlar hepsi Xitay. Hoş. Yok aşında kıldık. Yani diyende kendine köp pişkeden mahpuslar aşın derecede. Demek ki kâgellerini demek yan kâgellerin aşında 3 yıl tarif arıp onun karakteri, bilim kurulması, medeniyet sapası, dini olan düşüncesi, akidesi bu neslerini ağrı edip andan bunu turmunun alaydı. Ben diyendeki peykulladı ilimi az olsa mı qattiq ülüp turmadı şehit bolup giteme. Men bir biraz saqchini bo'g'ab o'tib bo'lsa, men o'sha ülüp gitedi degan manda bir qism odamlar bor bu yerda. Bularga ayrim bir muomala qilib, ana buni darajadan tashqari qattiq boshqa rayoni va yerda shu bir eg'iz uyga bir odam ayrim qamoqliq. Mana kechgacha ha shu Atalmış medeniyet dersleri. Onun hamda keyin keladi bu so'zga cho'mda. Men kallam kelgan hamma hamda buni bir bizga bezi bo'lmagandan keyin buni men buni o'zim o'ylaganni bunda divamasam bo'lmaydi ekan masala shu. Xo'sh. Endi buni biz sen manchlik narsa deyishing kerak, manchsa toshqirishing kerak demagandan keyin biz. Demak, shuning bilan bu qarindoshlarimizni ashunda bo'lib, kagelni bunda turga bo'lib, onun tuğan orullarını başında türkü bilip başkalarla kamdanlık alimlerimizni ayrımaya qamoqliq cahil deb qaraydi biz Xitoyga qarshi jihatdan. Bunu ayrım qamoqliq hamda ilqadek tasodifiy ageshkicha tasodifiy chetib qolgan qattiq ishlatilgan bo'ladi. Bularga irodasiz, ilimsiz, e'tiqod jihatdan bularga sus bo'lgandan keyin bular ishdan va zulmdan, bu besimdan qo'rqib bular bunun to'lisi ketib qoladi ekan. Endi bularning to'lisi chekimchi, o'chi bo'cholab chiqib, bu yerda o'zining turmog'i nima bo'lib kelganligini, sirti kim edi, turmoq kirib kim bo'ldi, o'zi nima uchun kelib qoldi bu yerga uni o'ylamay. Turdiganlar chiqqan. Shunga mashunda bo'lib boshqarganlik. Hem turmadan chiqqandan keyin endi buni chiqadigan vaqtida endi buni 5-6 ay yoki necha ay vaqt qoldi. Allah rahmet olsun. Ona gelip neçe aylık vakti kaldı dep endi onu teşrif turdu desler. Ona aşağı bir çoğun öyle neçe eden başı turmada onun vakti kançılık kaldı, kaçan gelgen, kaçan çıktı, ısımı kim o, nereden, kim o? Bir tam yazıqlık ya internet bağlı. Anda her tertibi boyunca ismi yazıqlık. Hoş. Bunun turmadan çıkadigan vaqtida neçe ay kaldı dep bir yıl yoki 6 ay, en kısa 3 ay qalgan ektidi bularni. Ayrım ya, şu turmuş ayrım rayon bor. Apır bularni baldoqdek eg'ir emgaklarga ancha sanmasam, mushu en muhimi iddisidan qat'iy ko'rishlar bularni ekan. Sen mushu necha yil yotding, necha yil yoki masalan namoz o'qidingmi yoki dinni qanday unutib qolding, Qur'oni Karimni bilamsiz, unutug'ing qanchalik, esing qolganing qanchalik, sen chiqqandan keyin nima ish qilmoqchi? Masalan, meni so'ragani men chiqdigan vaqtida shu 6 ay 7 ay qolgan olib ketdi meni. Tunji qilib so'ragani deydi bular. Sen chiq nima ish qilasan dedi meni.
Mening balalarım yetim kaldı. Ayalım tulqaylıqlıq 15 yılın yağı. Şu balalarımı bakama. Desem, sen balalarını qanaq tarbiyelesin deydi. Men balalarımni men bu İslamda men ming yillardan beri İslam muhitida men cho'ng bo'ldim. Mening ota ajdodlarim men iymon aytib kelgan bir ummatning, bir millatning, bir ajdodning pushtiman. Balalarımni dinni tarbiyalayman. Hech bo'lmasa 5 vaqt namozini joyida o'qib, halol harom farq etadigan darajada bir sog'lom bir musulmon bo'lib yashashidek darajada tarbiyalayman bo'lmaydi. Bu men sizga yolg'onga gap qilmayman sizga. Eng to'g'risini tarbiyalayman, yo'qolishini ham Alloh qanday nisb qilishini tarbiyalayman. Uyg'ur saqchi so'raydi. Uyg'ur saqchi so'raydi. Adın so'zam, han chiqqandan keyin hukumatga qarshi harakat qilmoqchi bo'lsa, bunga javob bermadim, jim turib oldim. Endi bu ha desam, ashi ha gapiriblar, bu Xitoyga pakt ketmaydi. Men chiqqandan keyin Xitoyga qarshi harakat qilaman deb qolsam, bu manda deb 5 yil kesib qo'ydi, apirib men yana 5 yil yasin diversiya yetib beradigan gap edi. Amal yo'q, chiqolmaymiz. Xo'sh, to'g'ri. Men jim turib olaman da shu orqali. Ana yana so'raydi. Sen xalqaradagi yana Uyg'ur tashkilotlaridan qanaqa bilsin deydi. Men hech qanday suqmayman. Sen Rabiya Qodirni bilamsiz. Rabiya Qodir bir tijoratchimish, bir to'lqotinmish, cho'ng bir binosi bormi, shuni bilmayman men. Turman kiribdi, chiqibdi Amerikaga ketdi deb angladim. Men uqmayman. Kirib boqamda televizorda ko'rgan ancha-muncha yetimeslarga bunday chappan, ko'n kiyim taqib yurganini ko'rdim men. Deb qo'ydim. Keyin Germaniyadagi Uyg'ur qurildi, men Uyg'ur uyushmasi deydi. Azad deb bir kishi bor deydi. Ya'ni Ro'shangul deydigan bir Bahabek bildigan, men o'qimaydigan ismini bildigan bo'lar. Sen shu xalqaradagi cho'ng shu Uyg'ur tashkilotlarininki katta boshlar yoki yetaklovchilari bularni bilamsiz degandek gaplarni so'raydi. Ana uni o'qimaydiganmi dedim, shuna bilan chiqib, sen nima ish qilmoq, iqtisoddan qanday puling bor? Bu eng muhimi turmudan chiqqandan keyin bizning iqtisod manbaimizga bag'da qalqaloqlik. Odatda turmudan chiqqandan keyin keliblam, hatto bir kishilikgacha uyga kelib, uyni qanday saldim? Pul nereden topding, kim berdi? O bu şey yardım qildimi? Kim yardım qildi? Necha puling bor, necha qo'yang bor? Mesela xotin balalarning oldin biznedir qanchalik? Oshini oldin topdi. Bu so'roqlik Xitoy. Eg'ilimiga kelib, hatto men yan kelgan vaqt chiqqanlarim bir yan kiralig'i to'naqqa kelib, shuni kim qilib berdi? O'zing yangi pul oldingmi? Sen turmudan pul yetib kelmasan, unadan keldi bu. Shunday so'roqlik Xitoy. Demak, ham ashunda qiliqi turmudan demek mening turmudan chiqib erishganim bir oilam bo'ldi. Azroq hamda harakatlarimga do'g'lat qilmay, xalqqa ishni qilgan. Mendagi o'zgarish shu bo'ldi. Oilam, xotin bolalarimga erishdim. Andan nima qilsam, o'zim hech kimdan so'may qila oladigan o'zimning turmushim, ammo jamiyatning allaqachon turmag'ayli bo'lganligini his qildim. Chunki men ikki qizimni yotlik qildim. Ikki qizimning nikosida uyimni saqlab qo'yishaqliq. Mesela ki yo'g'lim bormish İstanbulda bildidash balla. Mening to'yimga qatnashgan edimlim bormish İstanbulda hozir. Shuni biladi. Biz uydagilar biladi, uyni qo'rishaqliq. Hatto to'yga kelgan vaqtida qizlarni yetkaydigan vaqtida 5-10 saqchi kelib, ishkin qildi. Mahallada ishchi mashina bormi? Kichik mashina. Men edem chaqamadim to'yga. Şu 4-5 edimler qizlarni yozib ekitishkilamda shu nikahni qilsa bo'ldi deblar. Adden qildik hamda. Qilsak saqchilik kelib, qo'shnilarim mahalga mashina Urumchining mashina nomeri bor, mashina ekan. Adilning uyiga Urumchidan mashina kelib ketdi deb darhol sekund ichida uni Noya Jixidar xabar qildilar qo'shnilarim. Qo'shnilar bunday nevri taqallarım, urug'ti qaldırım qaqashmağı. Hatta bir bala senin mahallangda men 1 yil bir süpürgenin qanday kesiz oldu. Adilning uyiga 24 soat ya xotining chiqsa sen chiqsan xotining nazorat qilsa, ammo sana biz 1 yil bir kiralig'i, bir to'nglatqi, bir televizor, ya'ni 5% bilim arqali uyangni biz 1 yil tok, suv, gaz emas, tok bilan suvning haqsiz ta'minlaymiz. Deganda aka men shuni elib olay deb 1 yil süpürgenin qanday o'tiribsan, uyga qarab o'tirdim, ammo men hech kimni demadi. Bulab dedim endi. Men shu darajada o'yin atib qo'rishaqliq. Demak, shu 2 yil qizlarni yetkiga vaqtida saqlashga keraklik. Saqchilni o bir qizlarni yotib qildigan ishlarni bu yerda boshqa odamlar yo'q bu yerda. Kirib ko'rishib ketinglar bo'lmasa. Ammo men me'morni paragani qilman, ketinglar deb ketkizib etsam, Noyaga borsa, Noyaning Xitoy cho'jonlari deb boshqa deb sen uyni bir-birlab tutib ekinsa yoki hammasining kimlik va salohiyatini kelib
tapşırsa degan qaytib yetibdi. Şunun bilan o'g'li kelib, "Ma temidan chetnab ketdik, endi ma zulm ustida davqon kelib, ikkinchi qatim kelib uyga bostirib kiraylik." Qiz bola nikoh qilgan vaqtida. Bir-birlab shu iki o'g'limning dadasi, iki o'g'limning aka-inilari, shu birga kelgan qarindoshlar o'tirib, mening tuqqanlarim o'tirib, bir-birlab hammasi kimligini so'raqdik. Kimligi, salaydi onamizni. Demek endi shunchalik uyga qachon hozirmi Istanbulda bir bola bor keldi. Mening uyamga bir kelib qolganligi uchun uy mangib qilmaydi. Uyamga kelib qolganligi uchun uyni tutib eskitib 7 oy turmadi yotdi. Bakan adil sana nima dedi? Seni hijrik tashkilladimi? Adil hijrik qiling davtamdi. Degandek gap bilan so'rdi deydi. Shuning bilan uyda mening uyam kelgan edem tutib eskitib, uni 5-6 oy bir oylik qolib ketib qolgandan keyin men uyda yetib qolgan ba'zi vaqtlarda bu adil xayon ekan. Uyga chegedem turmoq yeri buni tutmaydi ekan degan manda. Oxiri meni tutdi amdim. Apır men yatdim. Meyadilqi peshonlarim bir yig'i va shu saqchidan bo'lgan jidelde bu apır sula urib men bormaymiz. Nima sulachi deb shu mashina eneklar chaqilib degandek shu kalladan qonliq to'kilib degandek 2012-yili 6-oyda bo'lgan ishlarmish. Xo'sh. Demak endi turmudan chiqqandan keyinmi endi turmudan chiqqanligimni azatlıqqa öyle erişkilerimi his kılanmaydıgan derece. Demek hem de hazır müşahagimi turmudan çıkıp hem de İstanbul'a gelip sen kız azadım da yani şu etrafımda Türk sakçılarını köysem azak yengege okuduğumda bir xil besimiz kılgan bulap gelip sen men nerede men Türkiye'de bu yerde bana onda kılmaydığı degendek nesini asta kallamda bu kirgendeki anızda men üzerimde azat his kılgan buldum. Demek hem de Xitay'nınki zulmü şu derecede. Hem de hecep bir şiva şu turmuq yangi baqa vaqti turmudagi bu zulmni men shunday shu qadar tushunib hem de qildim ama bu turmudagi ishning turmudan chiqqandan keyin andiza bu allaqachon jamiyatning turmug'iga o'xshab ketganligini. Xalq normal dehqonchilik qilayotgan, u terishlik qilayotgan, bozor qilayotgan bilan, tijorat qilayotgan, savdo qilayotgan bilan u mohiyat ruhiy jihatdan allaqachon Xitoy tarafidan hamda tizgilinib ketganligini his qildim. Endi buni keyin deyman, men masalan jamiyat to'g'riliq keyin to'xtalma. Jamiyat to'g'riliq alay favqulodda shunday bir butun Uyg'ur jamiyatini hang-tang qoldirgan masalalar bor jamiyatda. Bu haq his qilinmoqliq. Men buni 10 yil Xitoyning turmusi yotgan odam, Xitoyning butun xarakteri, butun hokimiyat psixikasini to'liq tushunib yetiglik. Turmudan chiqqandan keyin hamda bu bichara bu sadda avam xalqqa bu bichara musulmonlar qanday muomala qilayotganligi bularni nega deb men qanligini men obdan beraylik. Nega deyotganligini. Buni inshaalloh keyingi programmalarda deyishimiz. Demak, endi Xitoyningki turmada shunday har xil odamlarni tarkib qilib boshqarib turmadan chiqqandan keyin demak mening turmadan chiqqandan keyin shu ta men shu o'lib ketkichlarlikcha yoki gasgachi Parij bo'lib qolib ya mecnun bo'lib qilib jamiyat hech qanday bir to'yat qo'yib o'tlab baqqanmig'idek holiga chiqib qolgach qadar hukumat shu qadar sistemni kontrol qilganlik. Nurga odam setibadilik jamiyatda. Ana oxiridagi 3 oy tarbiyasi turmadan chiqadigan vaqtida bu odam turmada uzun qisqa yazsin qanday ruhiy holiyat, qanday kayfiyatda, qanday uqum va tushunchada dinga, aqidaga, hukumatga, siyosatga, vaziyatga bo'lgan ko'z qarashlar qaysi holatda chiqdi deb mashina tekshirish uchun yani 3 oy bizni muhkam tutib turib jamiyatga chiqqandan keyingi salohiyatimizni belgilaydi Xitoy. Endi hozir ahvoli bu. Biz ilqi turmadagi u yerdagi bizga siyosiy shu qarindoshlarga bo'layotgan majburiy qoid tuzumdan xuddi 30 bar Qur'on yodlagandek yodlaysan deb majburlashlari uning keyin shu kitob turmadagi kutubxonalardagi shu Uyg'urlarga cheklangan kitoblar shu haqida biroz to'xtalib o'tsak. Hamda bu hem turmada hem de Xitoyninki ana eng cho'ng bir gapi sella qonunni bilmaganligi uchun hikmatga qarshi chiqib jinoyatga da'vo berishdan deb qaraydi bizni endi. Sen davlatning qonunlarini tushunmay, yani hokimiyatni tushunmaganligi uchun dinni hokimiyatni tushunmaganligi uchun sen
hokimiyatning qanchalik ya'ni Jingo Kommunistik partiyasining qudratini, kuchini bilmagandan keyin sen buni demak to'g'rimni tash qo'yding degandek gaplar bilan sen mana qonun o'rgansang qudratini va buning adiliy qonun prinsiplarini tushungandan keyin sen qarshi chiqmagan bo'ladi deb tushungan bo'lsang demak ham sen qonun o'rganishga kelgan deganda qilib endi bizni kun chiqadini kun patog'i qattiq ishiltib herib charchashning ustiga har kuni adigan 8 soat kech 8 soat ishiltuvdi yaqin miqdek o't taqizib kech soat 2 soat bizga kitob yozildi. Bu Xitoyninki asosiy yozildig'ini birinchi Xitoyninki marksizm leninizm iddiasi deydigan asosan shu Darwinning kommunizm qarashi bu dinsiz emasmi bu endi faqat Adem Maymunun Türel'de uçu bocu degandek mushuni endi mecbur yodiladigan yodlanmay buni bu xatoga buni desak bo'lmaydi deganlarni ko'rdigan kuni ishqilib Xitoyninki turmadagi har qanday ishni bizni yoki undaq yoki bundaq ya ishlab chiqarish orqali ya tartib so'zim bilan ya ashundaq batil tarbiyalash ishlari yoki ashundaq ishlar bizni bir cho'ng bir xatoga ishtirib olib yoniga olib sen xato qilding emasmi deblamaz biz shu patlamda bir gunohni atiblam ya shundoq jazo deb aytish qattiq jazolash qattiq urib so'qash qattiq ruhiy jihatdan jismoniy jihatdan favqulodda izlashga bir bahona tepish Xitoyning maqsadi bu bakam bizni bunda qildi endi deyemesakmi bakam bunda qildi deb qolmasligimiz shu ani qilgan bunda qildi ani qilganiga bunda qildi deb bizga bir pakti qilish uchun endi bizdan bir gunoh ishtirish bizni endi shu bu yerda Xitoyninki jinoiy ishlar qonuni davlatning asos qonuni va ma'muriy qonunlari yoki jinoiy ishlar qonuni degandek qonun dasturlari bormi dastur deb ataydi buni bizni asosan shu siyosiylarga ayrim ijtimoiy mavzularga ayrim sistemlik kitoblar bor biz yodlaydigan turma buni endi avval turma kirgandan keyin turmadagi 24 soatlik harakat faoliyat o'tirib qo'yish turmush odatda shu tazliq uylardagi faoliyatni tatib hammasi sistemlik bir qo'ng'iroq chalingan kun degan soat 6 ya 5:30 dan tatib kech soat uxlash qo'ng'iroq chalingan qadar ko'zimiz ochilib kechda yumilgan qadar butun bizning harakatimizning ham sistemni o'rlashtirganlik ham o'shanda buning ichida cho'qim kunda 2 soat kitob yodlash vazifamiz bor. Bu Xitoyning turum tartib intizomi yoki jinoiy ishlar qonuni. Bu toplam kitoblar bu endi. Buning ichida nimalarni yozib to'shqiribdiki bilmayman bu nima gaplik endi bu. Shu orqali endi bizningki bizni olib shu kitob yodlagan soladi endi buni. Buni biz har kun 2 soat yodlagan soladi. Buni endi iddiyimizdan o'tmasa u hatto u bizning aqidamizga, iddiyimizga, xarakterimizga shu qadar qarshi o't bilan suvda kelishmaydigan zid qarshi ma'nodagi narsa bo'lsa-mu, buni cho'qim bizga yodlatish. Buni yodlash cho'qim bizningki shu kuni xotirjam uxlaydiganligimizning bir shart bo'ladi endi. Xo'sh. Bo'lmasa yodlamasak, qolgan odam yetaveradigan gap. Qo'pab biz shu karvatning to'da o'rtib unimagandagin apiriblar ya qo'limizdan ya bijirimizdan ko'yizlarga chetiqlarga zanjirlar chetib qo'ydi. Uxlagan narsa bo'lmaydi. Shu kitob bir qo'lda. Ikki qo'lda ko'tarib yodlayolmagandan keyin cho'qib bir qo'lingda yodlaganda bo'lsa sen deb bir qo'lda u yangi tortib qo'yib zanjir kishim bilan bir qo'l degandek. Endi degandek mush kitoblarni yodlatish orqali demak o'zining iddisiga zid, o'zi aqida ma'no jihatdan qabul qilinmaydigan shu zid bir fikri bo'lsa-mu, buni qattiq yodlatish orqali ruhiy jihatdan og'ir besim paydo qilish, ruhiy jihatdan psixik jihatdan zo'r besim ostida shu cho'qim tavba qilish va Xitoyga pushmon qilish, jinoyat yo'liga qat'iy qadam bosmaslik, Xitoyga qarshi harakatda shunday tavba qilish. Agar uning o'lmasa o'ldirib yutish darajaga borib, shunday borib, ya sab Xitoy qilib tarbiyalab chiqish, unimiz buni o'ldirib yo'qotish. Buni maqsad mushli maqsad qilgan bir xil bundan keyin ifodasini bilib qolgan bo'ladi. Buni bir yodlayap bizning to'liq xo'tandan u ya bizdan Xitoy tilini yaxshi bilmaydigan
yoki biz maktabda yaxshi o'qimagan, savodi tuzuk, savodi yo'q, aqidasi yaxshi. Bunda qarindoshlar ko'p berib qoladi. Xo'sh. Bir narsa yodlashish, es tutish qobiliyati tugan degandek. Buni shu bir ishga varaq xatda shu kecha yodlab bo'lolmay, shu 10-15 soat bir varaq qog'oz tutib o'ttirsa, bir varaq kitobdan bir varaqni uni kecha yodlab bo'lolmay, aytgan xafaliq, uyqusiz, tamoq asli bermagan degandek eg'ir kasallarga mubtalo bo'lib ketgan bolalarni aytib. Endi demak, buni yodlab bo'lmasa, sen Qur'onni yodlaysan ekan, bu sening Qur'oning bu 30 pora tursa, 30 pora ekan, bu 300 varaq 600 bet kitobni yodlab bo'lsan, so'ynib yig'lab turib yodlaysan ekan. Buni yodlamaysan. Buni yodlamaysan. Sen Qur'on bilan mo'min berdimi? Biram uchun pul berdimi? Unda o sen Qur'onni yodlasan qani? Sen Qur'onni kecha yodlab baqqin, sen bir o'tlam so'ya bir mo'maldan kelem degan. Ammo sen mush kitobni yodlab bersan, sen bizga hozir sana biz mayli to'q qo'rmisi bo'lsin, go'sht qo'rmisi, sana esil tomoqdan bir taqs ikilimiz emasmi? Sen Qur'on sana nima qilib berdi? Deylik. Endi amal yo'q bu yerda uylaydisi jon chiqmagan o'zini o'tirib olsa bo'lmas shariatda. O'zimizni o'tirib oladi desek mumkin bo'lmaydi. O'tirib olmaymiz. O'tirib olsak asla mumkin bo'lmaydi. Buni ne qadam qarab turdi. O'zini o'tirib oldigan tayyoq odam tutib olsa, adamga bir ko'chirim berdi, tutib olganga. Va uylay deb turibdi men qizib oldi. O'zini og'amchiga yo bir pichoqqa yo bir urib, o'zini o'ldirib olay deb jabdib turgan odamni tutib olib, pash qiysa uni bir kishi jirilib bitdi. Bizga to'rt ko'zi ishtek ham atrofimizga qarab turgan-ki, jasuslar, xoinlar, soqchilar, kommunistlar. Bu medresada qilib bo'lmaydi Xitoyniki. Diqqatdan xoli. Demak, endi shunday yodlaysan. Chunki bu sening mo'min berib o'tadi. Sen nafas oldiradi bu siyosat seni. Sana bu turbulardan solunun bulduqlab kelişi, 3 vaqt tamoqdan yeyishing, o'ldiki bu kechada uxlashing, kunduzi o'ylar chiqib bu nafas bu havodan nafaslanishing bu kompartiyaning zimini emasmi? Mush qonunni yodlagandan keyin sen bunga erishaysan. Bunun hamda inson degan shunday bir chin narsa ekan deb qoldim-ku men. Ilmi hamda nurg'un demak hamda men turmudan chiqqandan keyin demak 14 yil jarayonida men bir to'nuq yapgan qattiq to'qashnanni qaynoq suvga selib yeb baqqanim yo'q. Men bu shu odatda bizning vatanda to'lasini non yeymiz endi. Dehqonlar shu vaqtdan vaqt 5 qidim non. Bu to'nuq yapgan to'qashnan bilan bu qaynoq suv bilan nonni yeydigan bir kunda men bera xudo. Men non yeyimda bag'in emas endi. Demak shundoq. Masalan yeydigan tamoqimiz alqi tuzsiz mo'g'ornan hamda mo'mi deydi hamda uni ishlamaydi shu yuqori polak qilib qasqan tashlab berganligi. Buni alqi 5-chi oygacha alqi yangi demdik bu narsani tonulab ekilib tükep urug'a ko'mbatgandigan bu alqi 5-chi oyga shuni yeydigan gap qasay azam bo'lsa ko'ktat shuni kelib qo'rib bu alqi yangi yo'lda bundaq qalamdek biqsirib ketgan ko'klab o ko'kliganiga ochiq qolib ketgan egalablam yo'g'on qozonga seliblam jupla uni so'ymay ashun chanab lazillar chiqdi lazillar qayim tashlab uni yemayli uni boshqa narsa yo'q yeydigan yeyil desa o'tmagan ochiq men doktorxonada yotgan vaqtlarimda ba'zi siyosiy bolalar ba'zi shu ijtimoiy bolalarning oldini ko'rdim siyosiylar shu Xitoyga shu bosh egmay uzun mezgil bedanni jarohat yetib ketib kesilib ketgan bolalar shunday AIDS kasali bilan endi shu ijtimoiy bolalar aq chekkan jamiyatda shunday axloqsiz ishlar bilan shug'ullanib degandek bedanlari jarohat yetib ketgan odatda shu ko'raman shu doktorxonadagi vaqtimda bedanlar xuddi shu bu AIDS kasalidan keyin bedani chiritish bosqich avval shu adamning avridan boshlaydi ekan bu xuddi ish talab etgandek uni avratiga qarasa kishi bu xuddi ufqini olmaydi butun bedanlardan yerin qon eqib turdi mushu holatda bu adamning karoga bog'liqlik yana bog'liqlik buni yeydigan bayat degan ochiq ko'klib ketgan yangining chalib to'g'ralab so'zi qayintib ochiq ushaq bir lozi bor-ku qizilmoch ochiq lozi bilan yangini qayintib o'rnan deydi şu kadar bedelleri kan jiringe mininip yatkan elin bir narsa o. Yani onu yemeydisi öyle de açlıktan yeydisi o nan narsanın beri şu.
Hem demek şunu yatkan ayda köydim. Doktor demek cinayetçinin ismi doktor yani. O kız bunda sakçı doktordan bir kişi var. Kalan hemisi şu mahpus doktorlar uyan bir yana doktor kandalıqdek hatalaşıp kelgenler. Doktor kan turulup. Doktor üyerim bulmadı ağrıp ketdi dese öl. Sen ölsen baka 2 metre yagi baka sıra buludu senin. Mesela ses kurup tükep ketmiş urundaqda yetip. Deylik endi bazı şu demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanı 3 mertebeleydi. Birincisi ve lekad kerremna bani Adem. Adem ballarını biz en ulug ve mükerrem yarattık. Şuna şeytan ve bütün asman zımındaki malaikelerini Allah insanı secdelik buyurgan. Bu ulugluktan bişaret insanın. Hem de Kur'an-ı Kerim'de yana lekad halaknal insana fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel taklidi suret yarattık dedi. Şu bütün mahluktan insan güzel. Yani bir ibare var, isimde çıkıp kaptı. Barlık, dünyadaki barlık mahlukat mevcudatın içindeki en rezil peskeş, en necisi adamdır. İşte işek tonguzdan, işte işek tonguzdu mu rezil bir neyse var, o bozum Adem deyip bir mandak bir bayanda var Kur'an-ı Kerim'de. Edem'nin peskeşi vardı. Bana bu ulug mükerremlikni, en güzel taklidi güzellikni, en pes necislikni insan özü belgileydiken dünyada. Şüvede Edem'nin harlığını şüvede. Şu keselvesi bedelli çirip ketken, sakaymay ingrap yatkan Edem, şu kadar harlığınızdaki o yerde, ben bir çangal tuprakның, o Edem'den bir çangal topunun ne kadar evzelliğini bildim. O topunu da layı tıklam ya bir taştaki sasak bir tal günün bulduken, ya joğusak bir tal kesek bitdi ona. A Edem'de işim bitmeydiken. Ya Rabbin tanımagan, işi vatkan, çiki vatkan, ya dini, ya milleti, ya vatani bilen, ya ahlakı bilen kârı yok, ya ailesi bilen kârı yok, ya ata-anası bilen kârı yok, ya devlet ümmeti bilen asli kârı yok. Şu şiret bilen şoğullanıp turmak imiş, ictimai ballarında Uygurlar 95. yıl, 90. yıllar nurgulları ak çekiş, aktamakının ki zehirli işi bilen nurgun yaşlarımız hem de nabut olup gitti Türkistan'da. Ama şunu tanıdım. Demek aşağı yukarı Edem'nin şu kadar Xitayning qo'lida Edem şu kadar pes, xuna azam Edem qadrsiz yaşaydı degan. Demek hem de Ya Rabbi, hakikaten yani söylep kesek yani nemini so'rlab qo'yadin menga hozir so'rgan temirlar. Ya şu mahpuslarni kutubxonaning masalasini so'rgan u yerdagi Aldikisi 30 para Kur'an yadağındaki yadaldı. Demek hem daha şu kitaplarını yadlamay, şu kitapları nemi kılsan kılmen yadlamayım hemen. Nemi ötürüvet, çepvet, ölümemem kısmını yadlamayım deydi kanman. Da adamlarım diye çıkavatkan. Apır şu en dereceden taşkil kattık başkuruş. Xitaycı yengen diye koydum. Apır bunu. Ayrım. Onun 3'ten 2 kısmı yarasta da bir kısmı yani üstek selindiğin bir rayon. Onun sağlam normal cinayetçilerin ya mahpuslarına berişi mümkün emas. Bütün qoruşaqlar etrafı. Turumның içindeki turma bu. Turumның içinde bir cemiyet desek, onun içinde yana bir turma var da. Yani şu 5-6 aygacha, 1 aygacha onun putudan qo'lida şu egil zincir kişi olmaydigan, bedellerini juyanmaydigan, şu gündüz kechiç ürü turdigan, gündüzge iş yıltırdigan, yıkılıp qas yatkızıp davalımaydigan, şu öttürüp yetiştim başkana nişan qılmaydigan bir xil rayon. Hem demek aşında bir adam neçe min adam var islam? Bir adam neçe min çıkmaz, lekin peykullarda bir 10'dan birisi, bir 100'den 5 kişi çıkıp kalan deki yemler. Belki dereceden taşkır hem de zadı boysunmay. Ya ki şu kadar dinli çekilesini secdeden başka kütemigen. Şu kadar tozulmay şimdi bu adam da o neçe min adam ayağıgan ki keçede kopap baş vaqirab azan toyup bağan bugün ve de Bismillahirrahmanirrahim degan bir kelimeni ağzından çıkarıp diyemeye vatkan. Önümüz bütün içimiz çıkıp bağan mundaq 24 saat musibet içinde ütavatkan iddi ve zıt küreş için ütavatkan mundaq bir keskin bir vaziyette şu zulümü çödemay tuyuksuz aşı Allahu Ekber deb onu okup ketip bağan tuyuksuz azan okup ketip bağan güp qilib yüzünü taşlap
secde qilib ketib qolgan yoki nima bo'lsam bo'lay deb. Men bu secde qilsam meni secdede o'ltirib, o'shani secdede hayotimni aqlashtirib deyotgandek. Ashunda qilishimiz bo'lgan. Apar bulan apar şey qamab tashlab, aylarga qiynaqlik qildi. Demak, ayliq shu endi bu ayliq kun batadan kun chiqar yodlas tugamaydigan, ayliq majbur yodiladigan, uning ma'nisi, mohiyati aqidamizga shu qadar qarshi tağutning ayliq fikri so'zi bo'lgan bir narsa bo'lgandan keyin buni yodlashni o'rniga ulab ketildi, tugab ketildi deyotgandek bolalar intayin chiq. Demak, endi bu yerda bizni to'liroq endi ayliq jismga kelgan jazo, tayoq to'qmoq ya ishlab chiqish orqali kelgan jazo bu ham irodalik odamlarni jismoniy jihatdan tavlasa, irodasiz odamlarni zevklashtirdi ekan jismoniy jihatdan. Endi mar deymizmi endi ma'lumki ulamolarimizning, olimlarimizning bir fikri bor, o'sha inson shu narsalarni insondagi jismoniy majruhlik, umr majruhlik, jismoniy majruhlik. Lekin jismoniy majruhlikning o'zi ruhiy takammullikni keltirib chiqaradi degan bir so'zi bor shu. Ana Payg'ambar alayhisolamning yaqin nurg'unligi, masalan, Yusuf alayhisolamning turmadagi azoblari degandek, zimdondagi payg'ambarni yetildi ekan. Xo'sh. Endi endi jismoniy majruhlikdan ko'ra ruhiy majruhlik bizga eng zo'r fojia. Butun Turkiston xalqi bugungi kunda Xitoyga qarshi tura olmaslik, Xitoyga qarshi harakat birlashamaslik, yana shu tag'utni himoya qilib shuning hokimiyatida qo'l qilishning o'zi bizga tarixdan bir bizning ruhiyimizga singib ketgan bir ruhiy qulluq, bir ruhiy majruhlik, bizning butun ruhimizni chirmab ketiglik. Biz asaratdan qutlanmoqlik biz. Endi Xitoy biz bu yerda jismoniy jihatdan zarba uchragan odam bir qidim tayoq yeb, bir qidim zulm uchrasa, yana bir chidab ketsa bo'ldi qashkan. Lekin men ruhiy majruhlikdan aqidadan ketib qolish bu. Iymondan ketib qolish, o'zining kimligini unutib qolish, axloqsizlik, shundaqlikni bir odamiylikni yo'qotib qo'yishdek buni ruhiy jihatdan bu bir darajadan tashqari. Lekin bu vaqtda islomda shu emasmi? Hayvondan betar bo'lib ketamiz endi. To'g'ri. Shu endi bu yerda endi Xitoy nimasi ma'qul davlasa, apirib shu darajada Allohni inkor qilish va Qur'onni inkor qilish darajaga apirib bizni kufr qilib tashlaydi. Endi shunga bo'ysunmay, endi shunda bash egmay turayotgan qarindoshlarimiz ilmi mavjud. Demak, shunda sajdada yoki masalan men 2001-yillarda yangi baqa vaqtida kecha to'lis azan to'lab tushib qoldim uyda vaqtimda. Ancha-muncha mazli qilatdim. Bunda bir o'tirib qo'y boshladi. Bir kechada shu qadar zulm eg'ir vaqtida yotgan yetib Allohu akbar deb azon o'qib ketdi. Uxlayotib. Mening azinim ovozim bek chiqibdi, shu turma butunday shu 15 yotoqda, har yotoqda 30 dan 40 dan odam bor, bir cho'ng bir koridordan ichidagi uy bo'lgandan mening bir azinim bilan butun yotoqqa hammamiz bilan o'rtoq bo'lib kelgan gap. Bu saqlangan harbiy holat, men bir Allohu akbar deb bir ixlos bir jo'lib azon o'qib saqladimga, u etret bir harbiy holat yurib ketdi, askarlar qo'rshab kirib nemish. Qarasam shuni, uni chiqiblar jo'lib o'qidi degan. Ya'ni shuningga 30 kun bo'y ko'z kishin zanjir esib tug'izib qo'ydi. Ammo uni qasddan qilgan bo'lsam, ko'rdigan kunim eg'ir mening. Jo'liganligim uchun buning isbot dalillar to'liqlanib, men shunday deb, ba'zi shunday milliy kadrlar yoki shu Uyg'urlar hamda xatimizdagilar bu jo'liydi bu, birkin anada bir şeylar, birkin dadada bir şeylar, birkin deydi bu, bir jo'liydi deb bersa, aynan qutluqlik ham. La havle ve la kuvvete illa billah. Hakikaten yani bu içine şık akvallah sözlep tüketkisiz derecedeki nimelerni sözleyatimiz. İnşallah bugün program vaqt münasebetlenmişede ahırlaştırışga mecburumuz qarindoshlar. Kelar qatimliq programmada inşallah yana bir mavzu haqida inşallah. Yani kelar qatimliq mavzuda programmada inşallah X işaretlik türünden ichidagi bu haqda to'xtalaydi. Yani bu alayda bir rayon deb havadan qaragandimi, onu butunlay rangidan tatib o'xshamaydiganligi, bu bunda bir rayon bor deb shuni bildik. Bu vaqtda to'xtalsak va milliy saqchilar bilan Xitoy saqchilarining o'rtasidagi farq haqida biroz to'xtalamiz. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.
ilohiy tajalli qilgan bir muhitni barpo qilish orqali dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishishimiz lozim demoqchi. Cihat veya niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştan ibaret hakkani görüşünü dünyaya kaldı.